Bu Urganch vokzal ekan. Shunda chiroyli solingan ekan. Alangali Xorazmdan Olmaotaga salom. Shunday ekskursiyada yuribmiz. Xudo xolasa shu vokzaldan poyezdga minib Nukusga boramiz. Xudo yo'l bersa. Yangi yilga tayyorgarlik ko'ryapti Xorazmlar. Yangi yil hammaga qutlug' muborak bo'lsin. Sinfdoshlar, og'ayin tug'onlar. Yangi yil bayramına tayyorlanib yotibdi Xorazmda. Assalomu alaykum. Vokzalga nereden giramiz? Men Qozog'istondan keldim hozir. 25 yil deganda Xorazmda ko'ryapman tug'ilgan yerimni. Tanimayapsizmi? Tanimayapman. Menga qiziq bo'lyapti-da bu. Hozir danishing, biroq o'ylashmasam bo'ladi. Men Xorazmda tug'ildim, Gullan rayonida, Guliston kolxozda. Men bu hayotni ko'rganimga 1000 marta shukr deyman. O'zim pensiyaga chiqib birinchi marta qadam bosib o'tirman 25 yil deganda. Endi